Bilasizmi, xotinning energiyasi erning muvaffaqiyatiga va butun uy muhitiga kuchli ta'sir qiladi. O'ylab ko'ring, agar ayol hissiy jihatdan qo'llab-quvvatlasa va mehribon va ko'tarinki bo'lsa, uy xavfsiz joyga aylanadi. Shunday muhit erkakka tavakkal qilish, martaba qurish va stressni yengib o'tishga kuch beradi. Qo'llab-quvvatlash bu yonilg'i, lekin agar ayol doimiy tanqid qilsa, tez jahli chiqsa yoki bepisand bo'lsa, butun muhit o'zgarib ketadi. Vaqt o'tib bunday hissiy taranglik erning ishtiyoqini so'ndiradi. U umuman harakat qilmay qo'yishi mumkin. Befarq bo'lgani uchun emas, balki muhit bunga arzimay qolgani uchun. Aqlli ayol turmush o'rtog'ining kamchiliklarini emas, kuchli tomonlarini ko'rsatadi. Uni dunyo bosim qilayotgan paytda ham ko'taradi. Ayolning qanday gapirishi uning ishonchini kuchaytirishi mumkin yoki yo'q qilishi mumkin. Ko'pincha ayol kishi munosabatning hissiy ohangini belgilaydi. Uning so'zlari, munosabati va energiyasi ular birga qurgan narsani oziqlantirishi yoki buzib tashlashi mumkin. Haqiqatan ham dono ayol shunchaki erni sevib qolmaydi. U uning o'sishi uchun sababga aylanadi. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting. Bolimex kanaliga obuna bo'ling.